Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Aziz qadrdonlar, milliy naqqoshchilik bo'yicha Xudo xolasa ustachilikda qilgan ishlarimizni jiniy ma'lumot berib o'tib ketamiz. Xudo xolasa manaqa lepkalarga aralashtirib milliy naqshlarimizni chizgan ishlarimizni ko'rsatamiz Xudo xolasa. Qani bo'lmasa boshladik. Mana shu devoldagi chizilgan gullar, mana devoldagi naqshlarimiz lepkaga aralashtirib chizganmiz. Lepka gullarga milliyni aralashtirib chizganmiz. Mana oldi ko'rinishdagilari lepka gullar. Mana shu lepkaga aralashtirib chizganmiz. Razmerlarini olamiz. Любой razmerda xohlagan mehmonxonalargami, qaysi katta kichik xonalarda mana o'ziga moslab turib gullar chizilaveradi. Naqshlar, lepkalar. Endi hozir keyingi paytlarda mana shu lepkalarni ham aralashtirib qilib bering deyishgani uchun mana shunaqa lepkalarni ham aralashtirib qilyapmiz. Pastdagi ko'rinishlari, mana tepadagi ko'rinishlari mana. Mana shu devoldagi o'zidagi gullari ham rushnoy tayyorlangan, mana shular rushnoy qilingan. Atachendaga o'xshatib rushnoy qilganmiz. Unaqa abo yopishtirgan emasmiz. Mana shu mana devoldagi gullarimiz. Endi asosiy devoldagini hozirchalikka ko'rsatyapman. Tepaga patolokka ulanib ketgan joylari ham bor. Uni ham ko'rsatamiz hozir. Mana. Patolokka ulanib ketgan joylari mana. Mana shu milliy naqshlarimiz bo'ladi. Xudo xolasa masjidlarga ham ko'p joylarda ishladik. Bu milliy ishlarni istagan odamlarga Xudo xolasa xizmatlarda qilib beramiz. Mana. Mana shu. Ular patoloqlari mana. Devor bilan patoloq ulanib ketgan. Mana shunday syomkalar qilingan. Alloh rozi bo'lsin. Endi muxlislar, mana shu milliy ishlarimizni istab yurganlar bor ekan. Telegramlarga qo'ymasangiz bo'lmaydi, qo'ying, vaqti kelsa istab olyapmiz deb. Mana Qozog'istondan, Qirg'iziston, Turkmanistondan, o'zimiz O'zbekistonlardan ham ko'pchilik mana shunaqa taklif berishda ishlagan joylarimizdan bo'pti deb mana endi syomkalarni qilyapmiz. Xudo xolasa uyni razmeriga qarab, masjidlarni ham gumbazlarini razmerlariga qarab turib, Xudo xolasa xizmatlarni qilaveramiz. E'tiboringlar uchun rahmat. Alloh rozi bo'lsin har birimizdan.